Okera, hozirgi kunda avtosalondan yangi Damas olaman desanglar, narxi 96 million 932 mingga chiqadi. Hop, buni dollar kursini o'rtacha 12 ming deb olsak ham 8077 dollar bo'lar ekan. 8077 dollarga qo'shamiz 300 dollar. Yangi tangal so'novka bo'lgan 300 dollar. Hop, to'rtta yaxshi 10 diska bilan taqib qo'yilgan, so'novka qilingan. Donasi 40 dollardan turadi balon. Hop, unga 220 dollar hisoblaymiz. Keyinchiga Chexol, Linoin, Polek apshipkalar qilib qo'yilgan. Patologlarga apshipka Malibulargacha, unga plus 150 dollar hisoblaymiz. Keyin original 906 megahertz so'novka bo'lgan, unga 100 dollar hisoblaymiz. Boshlaymiz. Keyin to'liq variantda shum izolyatsiya bo'lgan, unga 300 dollar. Hop, faralariga LED so'rovka qilib qo'yilgan, faralar qoraytirib qo'yilgan. Hozirgi kunda trendda bo'lib turgan LS ablisovkalari bilan 80 dollar hisoblaymiz. Hop, bunga qo'shamiz 50 dollar ta'mirlovkasi. Hop, 9277 dollarga tushgan moshinani arzon narxda ko'rsatamiz. 2025-yilda emas, mashina absolyutni yep-yangi bo'lib turibdi. Kraskasi 100% toza, haydashga tayyor bo'lib turibdi. Salonlari ham absolyutni yangi bo'lib turibdi. Patologlari qoraytirib qo'yilgan. Yaxshi qimmat chexollar taqib qo'yilgan, oyontiga Linoin Poleklar solib qo'yilgan. Malibu barli so'novka bo'lgan. Original 906 megahertzlar bilan o'zini bolachasi bilan. Hop, probegimiz 7,5 ming kilometr bo'libdi. Mayda detallarga ahamiyat berib qo'yasizlar. Skorost cheklari, rul ko'jalari, tapetka chexollarigacha barxil qilib qo'yishgan Sdena bilan. Hop, mashinamiz to'liq variantda shum izolyatsiya bo'lgan. Hop, rasmlari, videolari bor. Olaman degan odam so'rasa tashlab beramiz. Hop, orqa polsferalar qoraytirib qo'yilgan, yangi metangal ustonovka bo'lgan. Hop, to'rtta yaxshi 10 diska bilan taqib qo'yilgan. Donasi 40 dollardan turadi balonni, arzon balon emas. Hop, kraskasini, probegini ko'rib, ko'rsatib tekshirtirib olasizlar. Old faralarigacha ichlari qoraytirib, LED ustonovka qilib qo'yilgan. Hozirgi kunda trendda o'tirgan RS ablisovkalari bilan